o'sha Oliy sudga olishsa, nimani? O'shanda adolatli bo'ladi deb o'ylayman. Hech kim haligi menimcha bosim qilishga yo aralashishga nima kuchi yetmaydi deb o'ylayapman. Yana bilmadim. Shu uchun Saida Shavkatimdan yordam so'rayapman. Iltimos, Saida Shavkatimni mana shu videoni ko'rsangiz, yordam bering. Sizlarga qanaqa ma'lumot boryapti bilmayman. Hech qachon o'zini xodimidan sizga biron nima deb negativ ma'lumotni aytishmaydi. Agar imkoni bo'lsa, gen prokurormi, Tanzila Narboyevami yoki Saida Shavkatimdanmi? Endi bular hali ko'p xizmat safarlarida bo'lishi mumkin. Shulardan qaysidir birlari agar vaqt ajratishsa, men dalillarim bilan yetib boraman. O'sha barcha dalillarimni olib boraman. Nima demoqchiligimni ularga isbotlab beraman. Demak, yana bir gap, bulardan tashqari, siz o'qituvchisiz, pedagogsiz-da, o'qituvchisiz, maktab direktorisiz. Va bu yerda vazirlik bor. Xalq ta'limi, o'sha maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi bor. Ismlarini bilmayman men kim. E'zoza Karimov. Shulardan ham so'rab qolgan bo'lardik. Mana sizlarni vakillarni mana shunaqa xo'rlashyapti, lekin bir